Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi bir ijodimiz shunday go'zal holatda tushdi. Burchakka tandirimiz tushdi. Bet sevat qo'yadigani 80 tali qozonimiz, 40 tali qozonimiz. Bu yer рабочий stol bo'ladi, bu yer moyka bo'ladi. Xudo xolasa bu manzilimiz Andijon Izboshkanda. Ulug'ga qarang, mana tandirlarni yoqib, xudo qizdirib qo'ydik. Hop. Alloh, alhamdulillah robbil alamin. Allohga shukr. Tandirimizni o'zi pishdi, xudo xolasa. Suvlarimiz qaynayapti. Bu toshni ko'rsak, buni tandirimiz ham. Xudo xolasa. Ko'rsatib o'tasiz usta. Ko'ryapsizmi? Ko'ryapti, juda go'zal holatda. Buni kamroq lekin Bardavom qilsin. Qilingan ishlarga javob beriladi, xudo xolasa. Saysanimizni fotosini bersak bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Saysanni bosib a? Xudo xolasa. Sizga qaysi tomondan ko'rinadi? Mana. Ko'rsatavering usta. Ana, xudo xolasa. Mana shu joydan olib ketish kerak mana. Bilasizmi? Ana. Pilisos laqabli o'choqlarimiz. Ana. O'zi tortar ekanda usta ichiga, Ha, xudo xolasa ichiga tortib ketadi. Ana. Kam rasxod, 2-3 ta o'tin bilan Ko'rinyaptimi buni? ko'rinyapti, xudo xolasa mana. Ichini ham bir ko'rsatib o'taman usta. Ichini ham bir ko'rsatib qo'ysiz. Yonishlari qiziqmi yana? Ana. Mashinani motoriga o'xshab tortyapti, gurullab usta. Ana. Juda go'zal holatda. Nima deyapti? Juda zo'r. Mana. Zo'rman deyaptimi? Mana. O'tinimiz sal Istamayapti. lekin xudo xolasa shu javob. Shu yondan ko'rsatsangiz hamma yerda ko'rinadi. Ana. Ko'rsin mana. Yonishlarini olib qo'ying. Qo'shtoq ham yoqib berding. To'ra buvamiz ham juda xursand bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Xursandmisiz? Alloh rozi bo'lsin. Mana shu odam. Chiroy tushdi. Suvlar qaynayapti mana. To'ra buvam mana. Ana. Chiroyli tarzda. Ana, bunisi ham shu. Inshaalloh, xudo xolasa. Shuning uchun bir duo qiling endi ota. Duo qiling hammamiz elga. Amin. 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 Hanedanelerge değişmek, atacamlık, tanışları verirsin. Amin. Okul kızlardan çok olsun, her okullar izledikleri bak, kamalarda nokta. Bu kolejde konserleri hazır bulunmadan Amin. bu mübarek yaşam. Amin. İmam Azam fırınlar kazanlarım da ona hep anladım. Bir paranı geç paranı da oturan olursa. Amin. Yapma ona her gün yengelerge neyse hocam da geçsem. Bara geldi böyle gelsen silerden gene yüzde geçsen. Amin. 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 Okul kadıylar, öyle çevreler, boşu değiller, iman, boyu değiller. Amin. Pişkiliyle, no, korksun. Uçkana yaşarıyla Allah'tan yokluğa kalmış. Amin. Otoyerlerden, Atatürk'den, Oposigil'den, Yorublardan, neler okumakıyla ölmezsin. Amin. Ne meniyetten ama maksatta yürüyen bu şeyler, niyet maksıyla Allah var diye önüne geçsin. Amin. Yapıyla ne Türk söyleyiciyle ne söylüyoruyla ne söz saparıyla cihat edersin. Allahu ekber. Teşekkürler. Siz ham sağ bo'ling ota. Sağ bo'ling.